Assalomu alaykum aziz O'zbekona gilamlar YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bizni uzoq manzillarda kuzatayotgan kuzatuvchilarimizni gilam xarid qilishdagi muammolar sabab biz ajoyib yangilikka qo'l urdik. Ya'ni endi siz bizni gilamlarimizni arzonlashtirilgan narxda Uzum Market ilovasi orqali xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Aynan Uzum Market ilovasi orqali bizni gilamlarni qanday xarid qilish mumkinligi haqida esa videomiz davomida kuzatib borsangiz batafsil tanishib chiqish mumkin bo'ladi. Keling endi Uzum Market ilovasi orqali O'zbekona gilamlardan qanday gilam xarid qilish bo'yicha yo'riqnoma bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni agar sizda Uzum Market ilovasi bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri Uzum Market ilovasi orqali xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda Uzum Market ilovasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, uni qanday qilib telefoningizga yuklab olishni ko'rib chiqamiz. Agar sizda Android telefon bo'ladigan bo'lsa, Google Play orqali yuklab olasiz. Agar sizda iPhone rusumidagi telefon bo'ladigan bo'lsa, App Store orqali o'sha Uzum Market ilovasini yuklab olasiz. Bizda Android va Android bilan birgalikda o'sha Uzum Marketni yuklab olishni ko'rib chiqamiz. Bu yerdan poisk tugmasini bosamiz va qidirish tugmasiga esa Uzum Market so'zini kiritamiz. Qidiruv tugmasini bosganimizdan so'ng bizda mana bu ikonkali, ya'ni Uzum Market ikonkali ilova paydo bo'ladi. Uni ustanovka qilish tugmachasini bosish orqali telefoningizga yuklab olganingizdan so'ng mana bunaqa открыть tugmachasi ko'rinadi va открыть tugmachasini bosganimizdan so'ng Uzum Marketga to'g'ridan to'g'ri kiramiz. Undan keyingi qilinadigan ish o'ng tarafda burchakdagi profil tugmachasini bosasiz va biz bundan ro'yxatdan o'tganmiz. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, siz telefon nomeringizni kiritib, u yerdan birinchi navbatda tasdiqlash kodi borib, u bilan siz ro'yxatdan o'tib olasiz. Ro'yxatga o'tganingizdan so'ng to'g'ridan to'g'ri Uzum Marketning asosiy sahifasida qidirish tugmachasini bosamiz. Mana tepada turibdi. Buni bu yerga biz endi bizni topishingiz uchun bu yerga kiritishingiz kerak bo'lgan so'z O'zbekona gilamlar. O'zbekona gilamlar deb yozadigan bo'lsangiz, bizni magazin ko'rinadi va uni ustiga bitta bosganimizdan so'ng bizni magazinda ichiga to'g'ridan to'g'ri kirishingiz mumkin bo'ladi va bu yerdan siz o'zingizga kerakli bo'lgan dizayndagi gilamni tanlab olasiz. Misol uchun mana bu gilamni tanlaydigan bo'lsangiz, bunda siz mana bu yerdan rasmlarini bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi va mana bu qismida esa sizga kerakli bo'lgan o'lchamlardan xohlaganingizni tanlab olasiz. Bu yerdan misol uchun 3 metrga 5 metrlik gilam kerak bo'ladigan bo'lsa, 3 ga 5 tugmachasini bosasiz va bu yerda sizga ko'rsatyapti. Ya'ni Uzum Market orqali bo'lib to'lash, ya'ni 24 oyga bo'lib to'lashga 79.050 so'mdan bo'lib to'lash imkoniyatiga ham ega bo'lyapsiz. Bular haqida ma'lumotlarni tanishib chiqasiz va savatga tugmachasini bosasiz. Savatga tugmachasini bosganimizdan so'ng bu yerda biz nechta gilam xarid qilishimiz pastda ko'rsatib o'tilyapti. Xohlang 2 ta, xohlang 3 ta, xohlang boringki bitta bo'ladigan bo'lsa, mana tugmachani bosganimizdan so'ng plus minus qo'shish yoki ayirish tugmasini bosganimizda siz o'zingizga kerakli bo'lgan miqdorni tanlaysiz va o'tish tugmachasini bosasiz. O'tish tugmachasiga bosganingizdan so'ng sizda ko'rinadi. Uzum Market orqali necha kunda yetkazib beradi. Ya'ni bugun siz misol qaysi kundan gilamni tanlayotgan bo'lsangiz, o'shandan 2 kun, 3 kun muddatda sizga gilam yetkazib beriladi. Bu yerda shular haqida ma'lumot berilgan. Mana buyurtmangiz 1.200.000 so'mlik gilam, 106.000 so'm chegirma bilan siz aynan bu gilamni 1.93.000 so'm tekinga uyingizdan chiqmasdan turib xarid qilishingiz mumkin. Endi keyingi galdagi ishimiz gilam tanlangandan so'ng rasmiylashtirish tugmachasini bosamiz. Keyingi oynada esa topshirish punkti va kuryer orqali siz qaysi yo'l bilan tanlasangiz, sizga aynan o'sha yo'l orqali gilam yetkazib beriladi. Misol eng qulayi bu topshirish punkti orqali degan tugmachasiga bosasiz va undan keyin topshirish punkti tanlanmagan. Bu yerda tanlash tugmachasini bosib, siz o'zingizga yaqin bo'lgan hududni tanlab olasiz. Misol uchun siz Navoiy viloyatida bo'lsangiz, Navoiy deb yozadigan bo'lsangiz, bu yerda tugma paydo bo'ladi va Navoiydagi hamma punktlarni ko'rsatadi. Bu yerda siz o'zingizga eng yaqin bo'lgan punktdan birortasini tanlab olasiz. Tanlangan punktni tanlagandan so'ng mana ko'rib turganingizdek qaysi kunlari ishlashi adres hammasi keltirib o'tilgan. Men shu yerdan olib ketaman tugmachasini bosasiz. Undan keyingi qilinadigan ish oluvchini qo'shish. Oluvchini qo'shish tugmachasini bosib, ismingizni, familiyangiz va telefon raqamingizni kiritib qo'shish tugmachasini bosasiz.
qo'shish tugmachasini bosilgandan so'ng esa mana bu yerda sizda keyingi oynaga o'tiladi. Bu keyingi oynamizda esa siz qaysi yo'l bilan gilamni xarid qilmoqchisiz. Agar uzum kartasi orqali xarid qilmoqchi bo'lsangiz 30% gacha chegirma bilan muddatli to'lovga yoki oddiy sizda qanaqa karta bo'ladigan bo'lsa, O'zkart, Humo, Visa, Mastercard bu orqali olmoqchi bo'lsangiz karta orqali onlayn tanlashni bosasiz yoki uzum bankda olishni yoki gilamni yetkazib berilgandan so'ng olish istagida bo'lsangiz mana bu buyurtmani olganda degan tugmachasini bosasiz va mana bu yerda sizga ko'rsatyapti. Mana mahsulotni narxi 1.200.000 so'm, yetkazib berish mutlaqo bepul, chegirmalar 84 ming so'm va ushbu gilamni siz 1.116.000 so'mga xarid qilish imkoniyatiga ega bo'ldingiz va rasmiylashtirish buyurtmani rasmiylashtirish tugmachasini bosganingizdan so'ng sizga gilam o'sha ko'rsatilgan, aytilgan muddatda yetkazib beriladi. Uzum Market bilan hamkorligimiz sizga nima beradi? Keling shu haqda to'xtalib o'tamiz. Endi siz uzoq masofada qay manzilda bo'lishingizdan qat'iy nazar bizni gilamlarimizni 24 oygacha bo'lgan muddat oralig'ida bo'lib berish imkoniyatiga ega bo'lasiz va shuning bilan birgalikda manzilingizdan, uyingizdan chiqmasdan turib karta orqali gilamlarni xarid qilish imkoniyati ham aynan siz uchun va bundan ham yana bir qulaylik taraflaridan bittasi bu aynan Uzum Market orqali buyurtma berganingizdan so'ng gilam uyingizga yetib borgandan keyin to'lov qilish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Eng asosiysi bu yetkazib berish Uzum Market orqali bizni gilamni xarid qilganingizda sizdan hech qanaqa ortiqcha to'lov qabul qilinmaydi. Ya'ni yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul hisoblanadi. Ana endi siz uyingizdan chiqmasdan turib gilam xarid qilish imkoniyatiga ega bo'ldingiz va bizni videolarimizni kuzatishda davom eting. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda aynan Uzum Market orqali alohida promokodlar, ya'ni kuzatuvchilarimiz uchun promokodlarni taqdim qilamiz. Aynan siz ushbu biz ko'rsatayotgan promokodlar orqali esa gilamlarimizda ma'lum bir chegirmalar, ma'lum bir narxlarni arzonlashtirilgan holatda xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Buning uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting. O'zbekona gilamlar YouTube kanali aynan siz uchun va biz sizga xizmat qilishdan aslo charchamaymiz.